million, 50 million, 60 million tayyor daromadli sizlarga yer uy topib qo'yganmiz. Hisobda polni 10 yillik ko'chatlarimiz. 30 jup, 30 tup, короче, valovoy gilos, 110 tup bahor gilos. Bundan tashqari xurmolar ham bor ekan. Gazi suv svet bor. Marg'ilonda Xumdondan so'raganlar jo'natib qo'yamiz. 26 sotik bir xonani kadastr uchun ko'tarib qo'yganlar. Uyimizni oldi polni asfalt juda ham keng. Akaga Xudo bergan ekan, qatta zo'r joy ekan. Havas qildik. Haqiqat mo'qani polni gilosda hamma yo'g'i. Hozir bu 1,5 oydan keyin bakki kelib hazil akam giloslar pishmaydi. Pastki raqamli tilmoqchilarga baraka qilamiz. Narxini 117 ming deyaptilar. Xolasa kelishsa 5 sotik, 10 sotik ham sotaveraman deyaptilar. Chunki turar joy ekan. 10 yillik ko'chatlar, tayyor meva beradi. Eng qizig'i gazi, suvi, sveti bor. Tayyor. Bunaqa joy kamdan kam chiqadi. Mahallamiz polni aholilar bor, hamma yo'g'ida aholi bor, yashayapti. Hammasida odam yashaydi hozir. Gaz muammo yo'q, qishin yozin gaz zo'r. Bir chekkasiga kichikroq tipli saxsa ham bo'ladi. 1 sotik, yarim sotikga, lekin mana bu ko'chatlarni buni olib tashlamagan ma'qul. Sababi 10 yillik ko'chat уже mevaga kiribdi, tayyor. Pulli qilayotgan paytda akamiz sotib oryaptilar. Общийda 117 ming baho qo'yganmiz. Kelishilgan holatda bo'lib ham beriladi. 4600, 4700 dan hisob qilib turibdilar sotigini. Telefon ham baraka qilamiz. Bolalar kelib ko'rsatadi. Marg'ilonda Xumdondan gazi bor joydan mana shunaqa 26 sotikli tayyor 50 million, 60 million daromadi bilan yer so'raganlar jo'natib qo'ysalar ham manfaatli video bo'lib qoladi.